To'rtko'l tumanidagi 43-son umumiy o'rta ta'lim maktabida mart oyida yashash uchun 1001 sabab aksiyasi doirasida seminar o'tkazildi. Tadbirda 43-maktab psixologi Kunduz Mametova tomonidan aksiyaga oid amalga oshirilgan ishlar haqida ma'ruzalar o'qildi. Seminarda 60 ga yaqin psixologlar va pedagoglar qatnashdi. To'rtko'l tumani maktabgacha va maktab ta'lim bo'limiga qarashli 43-umum ta'lim maktabida bugun tuman psixologlari bilan seminar mashg'uloti bo'lib o'tdi. Seminar mashg'ulotida mart oyida o'tkazilishi lozim bo'lgan hayot go'zal, yashash uchun 1001 sabab aksiyasi doirasida bo'lib o'tdi. O'quvchilarni pedagog jamoa bilan emotsional ruhiyatini ko'tarish, o'quvchilarning hayotga bo'lgan qiziqishi, ruhiyatini ko'tarish maqsadida bu aksiya tashkil etildi. Tadbirda 43-maktabning 67 nafar pedagog xodimi, shu jumladan o'qituvchilar, metodistlar va psixologlar ishtirok etdilar. Ularning har biri o'quvchilarga yaxshiroq ta'lim berish, psixologik yordam ko'rsatish va ularni jamiyatda faol, ongli fuqarolar bo'lishlariga ko'maklashish maqsadida o'z tajribalarini o'rtoqlashdi. Psixologik tadbirlar va seminarlar o'quvchilarni ijtimoiy moslashuv va hayotiy maqsadlar bilan tanishtirishga yordam beradi. Aksiya doirasida psixologlar va o'qituvchilar o'quvchilarni hayotda muvaffaqiyatli bo'lish uchun kerakli asoslarga ega bo'lishga undashdi. Ushbu seminarni tashkil etishda asosiy maqsad maktab o'quvchilarining hayotga bo'lgan ijobiy munosabatini rivojlantirish, ular orasida o'z-o'ziga ishonchni oshirish va murakkab vaziyatlardan chiqish yo'llarini ko'rsatishdir. To'rtko'l tumani maktabgacha va maktab ta'limi bo'limiga qarashli 43-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabida biz sog'lom turmush tarzi tarafdori shiori ostida yashash uchun 100 ta sabab nomli aksiya tadbiri bo'lib o'tdi. Bu tadbirdan ko'zlangan asosiy maqsad yoshlarimiz o'rtasida jinoyatchilikni va huquqbuzarlikni oldini olish, ularni ona vatan va vatanparvarlik ruhida tarbiyalashdir. Ma'lumot o'rnida 43-maktabda jami 730 nafar o'quvchi tahsil olmoqda. Maktabda 35 ta turli to'garaklar faoliyat yuritmoqda. Ushbu to'garaklar o'quvchilarga nafaqat ilmiy, balki sport, san'at va boshqa sohalarda ham o'z qobiliyatlarini namoyish etishga imkon yaratadi.